Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, do'stlar, qarindoshlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun YouTube vlogimizda navbatdagi qismi. O'zimda bir 100 ming, 200 ming podpischiki bor YouTube vlogerlarga o'xshab tasavvur qilgan holda hozir mana Pusanda markazidan video qilyapman mana. Pusanda sentridan mana towerlar. Xo'p, men hozir Pusandagi xalqaro talabalar uchun ish yarmarkasiga qatnashib kelyapman. Topshirdim bir ikkita rezyumelarimni chiqarib berdim. Suhbat qildik, inglizchada gaplashdik. Lekin baribir koreyscha ustunlik qiladi. Koreys tilini bilmaysanmi? Bilmas ekansan deganlarim bo'ldi. Lekin mayli. Yo'q, ingliz tilini takrorlab oldim. Ingliz tilini takrorlab inglizchada suhbat qildik. Yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Endi ular birdaniga o'z javobini to'g'ridan-to'g'ri aytishmaydi-ku. Aloqaga chiqamiz deb qo'yadi hammasi odatda shunday-ku. Qanaqa gaplar? Ikkita bilan gaplashdim. Endi vaqtdan bo'lmadi, odam ko'p. O'zbeklar, o'zimiz yurtdoshlar, xalqaro talabalar juda ham ko'p. Topshirdik qo'ldan kelgancha. Mana metro stansiyaga tushamiz. Metroda Janubiy Koreya Pusanda metrolaridamiz. Bularning metrosi ham o'ta chiroyli bo'ladi-da. Hozir biz Somyon tomonga chiqdik. Somyon. Kartani olamiz. Biz 1610 kesdi. Mana bu yoqda department store, katta Koreyadagi eng mashhur department storelardan bunaqa savdo markazlari. Metro ham keldi. Odam ko'pligini qarang.